1-iyuldan O'zbekistonliklar hayotida nimalar o'zgaradi? 2026-yil 1-iyuldan boshlab O'zbekiston qonunchiligidagi ayrim o'zgarishlarni sanab o'tamiz. O'zbekistonda 1-iyuldan pensiya va nafaqalar, 1-sentyabrdan esa ish haqi hamda stipendiyalar 7% ga oshiriladi. 23-iyun kuni qabul qilingan prezident farmoniga ko'ra, yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 983 ming so'm. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 1 083 000 so'm. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzandi uchun 386 ming so'm. 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 295 ming so'm. Oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 177 ming so'm. Oilaning 3 va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 118 ming so'mni tashkil etadi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 450 ming so'm etib belgilandi. 1-iyuldan pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 504 ming so'm etib belgilandi. Iyuldan turar joy mulkdori ko'p kvartirali uyning bank hisob varag'iga majburiy to'lovlarni, ya'ni kvartplatani oyning 15-sanasiga qadar amalga oshirmasa, uning elektr energiyasi uchun to'lovlarini qabul qilish qarzdorlik to'liq qoplangunga qadar to'xtatib qo'yiladi. Bundan tashqari yangi tartib joriy etilmoqda. Mulkdor tomonidan majburiy to'lovlar kechiktirilgan har bir kun uchun to'lov summasidan penya, ya'ni jarima hisoblanadi. Yuridik shaxslar uchun 0,4%, jismoniy shaxslar uchun 0,1%. Shuningdek, ushbu sanadan boshlab majburiy to'lovlar faqat bank kartalari, elektron to'lov tizimlari yoki bank kassalari orqali amalga oshiriladi. Prezidentning 13-apreldagi qaroriga binoan 1-iyuldan boshlab ayrim maishiy texnika va elektronika tovarlarini xorijdan onlayn xarid qilishda 5% yagona bojxona to'lovi joriy etiladi. Hujjatga ko'ra bu quyidagi tovarlarga taalluqli: smartfon, notebook, planshet, kolonka, mikser, sharbat chiqargich, soch quritgich, elektr choynak, multipishirgich, dazmol va boshqalar. Shuningdek, 30 ta pozitsiyadagi tovarlar, jumladan kiyim-kechaklar, poyabzal, soatlar, xotira qurilmalari, quvvatlagich, fonar, quloqchin, monitor va proyektorlar, video o'yin apparatlari kabi tovarlar uchun esa qo'shilgan qiymat solig'i va 3% miqdorida bojxona boji to'lanadi. Qolaversa, xalqaro darajada ro'yxatdan o'tgan mashhur brend tovarlari, ya'ni rasmiy brendlar endi O'zbekistonga olib kirilib, aylama yo'l bilan sotilishga cheklov qo'yiladi. Aniqroq aytganda, bunday tovarlarni bond omboriga joylab, keyin maxsus onlayn platformalar orqali sotish taqiqlanadi. 1-iyuldan boshlab vaqtincha mehnatga layoqatsizlik, ya'ni больничный yangi tartib asosida to'lanadi. Endi kasallikning dastlabki 5 kuni uchun nafaqani ish beruvchi to'laydi. 6-kundan boshlab esa to'lovlar Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi tomonidan beriladi. Shuningdek, sug'urta staji 6 oydan 8 yilgacha bo'lgan xodimlar o'rtacha ish haqining 60% miqdorda, 8 yildan ortiq stajga ega bo'lganlar uchun 80% miqdorda kasallik nafaqasini oladi. Bungacha kasallik nafaqasi uchun barcha xarajatlar ish beruvchi hisobidan qoplab kelinar edi. Iyuldan boshlab barcha savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi yuridik shaxslarda yagona QR kodli to'lov tizimi orqali to'lovlarni qabul qilish ham majburiy etib belgilangan. Yagona QR o'rnatmagan biznes subyektlar jarimaga tortiladi. Yagona QR kodlardan foydalanilmayotganligi savdo qoidalarini buzish deb hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, 1-yanvardan barcha savdo va xizmat ko'rsatuvchi yuridik shaxslar tomonidan elektron to'lovlarni qabul qilish uchun joriy qilingan yagona QR kod shu paytgacha ixtiyoriy bo'lib turgandi. Mudofaa ishlari boshqarmalari hamda tumanlar, shaharlar mudofaa ishlari bo'limlari shtatdagi fuqaro xodimlarining chaqiriqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlik rahbarlaridan tashqari ish haqi 20% ga oshiriladi. Shu bilan birga ularning maoshi kelasi yildan yana 50% ga ko'tariladi.
Bunda fuqaro xodimlarining tarif stavkalari, amaldagi mehnatga haq to'lash razryadlari, yagona tarif setkasi bo'yicha tarif koeffitsiyentlarini 10-iyundan e'tiboran 1,2 baravarga oshirish orqali hisoblanadi. 1-iyuldan boshlab O'zbekiston qonunchiligidagi o'zgarishlar haqida Vaqt.uz saytida batafsil tanishishingiz mumkin.